Ha, tuzukmisan? Chayka rezidenti Ota tuzuk. quruvchi bo'lib ishlayapsanmi? Qo'lim kir bo'lib qolmasin. Men senga necha marta talab etganman. Esingdami? Kel yonimga ish beraman. Bundan yaxshiroq ishlarding. Ishim yaxshi o'rtoq. Rizq nasibam Alloh berib turibdi. Agar sen shuni rizq nasiba deydigan bo'lsang, bizda topayotgan pulni menimcha tushunga ham kirmasa kerak, ha? Kimga qanaqa berishi Allohning o'zi biladi. Ha, shunaqa. Gaplashamiz. Mardikor. Bizning shartnoma nima bo'ldi? Shartnomangiz tayyor. Chayka rezidensiyadan 50% to'lov qilib uy xarid qilganingiz uchun kvadrat metrdan 500 mingdan skidka qilib berdik. Ikkinchi xarid qilgan uyingizga 100% to'lov qilganingiz uchun 100 million so'mgacha skidka qilib bermoqchimiz. Ramazon oyiga xalq qo'ylab zo'r chegirma beribdilar. Xo'jayiningiz ham saxiy inson ekanlar-da. Hozir rahbarimiz kirsinlar, qo'l qo'yib bersalar bo'ldi. Xo'jayin, ikkita uy xarid qilgan mijozimiz edilar. Shu shartnomaga qo'l qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shartnomani bering. Netir oldingiz? O'tiring. Samarqand shahridan uylar muborak bo'lsin. Gaplashamiz. Mardikor.